Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz haftaning juma kuni Pravda mol bozoriga keldik. Ko'p obunachilarga va'da berganmiz, har bozor chiqaramiz deb mana. Aziz do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Haftaning juma kuni Samarqand Pravda Urgut mol bozori. Mana videolarimizni boshladik. Hozir bir boshdan so'rab chiqamiz. Harakat qilamiz. Mana bu tomonda ot bozor. Mana bu tomonda hattoki eshaklar ham bor. Bu nech pul ekan? 500 ming sotildimi? Ha, 500 ming aytayapsiz. Nech pul qildi bozor? Bozor 350 ming qildi, bermabdilar. Narxi, bahosi 500 ming. Nech pul qilsa berasiz? 400 mingga berib yuborasiz. Mana. Urg'ochimi? Erkakmi? Erkak ekan. Mana. Eshak. Necha oylik bu? 1 yashar. 1 yashar. Mana. Eshakdan boshladik. Xo'p, mana hozir bu tomonni ko'rsatib o'tamiz. Aka nech pul ekan bu? Nech pul ekan? 10,5 oldik, 10,5. 10,5 oldingiz. G'unojinmi? G'unojin 10,5 ga olibdilar. Mana. Ko'rsatib o'tamiz. 10,5 millionga sotib olibdilar mana. Arqonlari ham yangi. Hozir sotib olishibdi. 10,5 million. Bu necha yashar aka? Ha? 1 yashar ha? Sigir qilishga. 1 yashar. 10,5 millionga mana olingan. Mana azizlar, otlardan. Aka nech pul bu? 15 million. Erkak ha? Mana aziz do'stlar, 15 million. 15 million ekan hozir. Ko'rsatib o'tyapmiz mana, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bunisi-chi? Nech pul aka? 20 kami bor. Urg'ochimi? Mana 20 million kam bor. Necha yashar? 3 yashar. Mana 20 million kami bor, 3 yashar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Mana. Bozor nech qildi? 14-15 ga bermadingiz. $14-15 million qilib bermabdilar mana. Buni nech pul deyishyapti? Saldo bo'lyapti shekilli. Mana saldo bo'lyapti. Hozir egalari band. Aka nech pul bo'lyapti? 8,5 deyapsiz? Qilyapti 8. Ha? 8,5 qilyapti. Ha, 8,5 qilib yotibdi. Bermayapti ekan mana. 8,5. Bu otni egasini hozir topolmadik. Bu kimdan bilmaysizmi? Mana. Mana xo'jayin. Nech pul aka? 30 million deyapsiz. Yilin yoshi 8 yosh. 30 million deyaptilar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bahosi 30 million, yoshi 8 yosh ekan. Erkak. Aziz do'stlar, mana bugun biz Pravda mol bozorini video syomkasini qilib keldik. Hozir xudo xolasa montaj jarayonidan. Mana shu echkilarimiz Samarqand shahrida sotiladi. Shaxsan o'zimni uyimda boqilayotgan echki. Sutli echkilar 3 ta echkimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Sutli echki. Parodasi rossiyskiy paroda echkilarimiz mana. Ikkinchi qorin tuqqan echkilar. Bittasi kal echki, ikkita shoxli echkimiz bor. 2 litr, 2,5 litr, 3 litr sut beryapti. 3 xil 3 ta echkimiz 3 xil ratsionda sut beradi.
Hozir bularni ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana echkilarimiz rossiyskiy qulog'i tikka echkilar. Hozir bularni ertalab sog'ilgan. Mana hozir harakat qilamiz. Yelin formalarini ko'rsatib o'tishlikka. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu echkilarimiz sotiladi. Manzil Samarqand shahrida joylashgan. Mana yeyishlari yaxshi. Mana yeb yuribdi. O'zim qarayman, o'zimiz sog'amiz bu echkilarni, qaraganmiz. Bu echkini o'zini muxlislari bor, bizdan so'raydi. 5 ta bor edi, 5 tadan mana 3 ta qoldi. Kimda mana shunday rossiyskiy echkilar kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Echkilarni narxi 6 million, 7 million narxlab sotganmiz, shu narxda sotamiz. Kimga kerak bo'lsa, mana telefon qilib murojaat qilinglar. Kimda agar takasi kerak bo'lsa, tanishlarimiz bor, takasidan ham topib beramiz. Mana echkilarimiz. Mana hozir arpa yeyapti. Qo'lga o'rgatilgan, mana shunday holda sog'sa ham bo'laveradi. Indamaydi. Mana yelin formasi. Ertalab sog'ilgan echki. Hozir obedga vaqtda biz juma Pravda mol bozorini syomka qilib keldik. Hozir mana obeddan keyin Xudo xolasa videomizni montaj qilib YouTube kanaliga joylaymiz. YouTube kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Mana shunday echkilarimiz bor. Agar kimga kerak bo'lsa, bemalol 0267 telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Mana aziz do'stlar, mana shu echkimiz sotiladi mana. Aziz do'stlar, mana shu yasama ulog'imiz sotiladi. Chavandozlar uchun mulyaj yasama uloq trenirovka qilgani. Ichida qum solinadi, og'irligi 35 kilo atrofida bo'ladi. Narxi 850 ming so'm. Bundan og'irlari ham bor, 100 dollargacha tayyorlab beramiz. Manzil Samarqand shahrida joylashgan. Mana shunday chexollangan egar, bez chexol egarlar, chexollab berish xizmati ham bor. Chavandozlar ko'pchilik murojaat qiladi. Egarim bor edi, chexollash kerak deyishadi, shunga chexollab ham beramiz. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Ko'rib turganingizdek, mana shu ot anjomlar do'konimizda otga kerakli barcha anjomlar bor. Mana ayil pushtonlar, etik, otning oyog'iga zashitniklar, nagapkalar, qamchin, otga nima kerak bo'lsa, chavandozga ham nima kerak bo'lsa bor mana. Etiklar bor, paytovalar bor, etik paytovalari, etik zashitniklari bor. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Hozir mana shu akamizni bir chiqaraylik. Necha bo'lyapti? 13,5. Ikkovi 13,5. Mana shu ikkovi 13,5 million bo'lyapti. Mana baraka bo'lyapti. Saldo bo'lyapti. Ham tomosha qilamiz. Hali savdo bo'lyapti. Hali berganlari yo'q. Nima bo'ldi? Ay boshqasini qo'yib olib aka. Qo'shib sizga qo'lda yedan shu bo'lyapti. Qo'shib. 13,5 million. Ikkitasi 13,5 million. Bular g'unojinmi? Ikkovi ham g'unojin ekan. 13,5. 13,5 sotildi mana. Ikkovi. Mana shu ikkovi sotildi. 13,5. Mana aziz do'stlar, ko'rishingiz mumkin, sotildi. Barakasini bersin, baraka topsin. Ketdi mana. 13,5 ikkovi. Nech pul bo'lyapti? Nech pul? 10 million 600. Bozor nech qildi? Ha, 10 million 600 deyapsiz. Qaysi biri? Qaysi aka? Mana umi? Mana 11,5. Bu ham 1 yashar bo'lsa kerak. 1 yashardan o'tgan 11,5 mana.
Yashang, yashang. 11,5 million bo'pti mana shu. G'unojin. 1 yashardan o'tibdi mana. Nech pul bo'ldi bu? Oldingiz. 6 million 800. Urg'ochimi? Urg'ochi 6 million 800. 6 million 800 bo'pti. Mana sotib olibdilar amakimiz. Ushab o'tiribdilar. 6 million 800 ming. Nech pul bo'ldi bu? 4 kam 10. 4 kam 10. 10 million 400 ming kam. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana hozir bular yana borami? uni bilmadim, o'z so'raymizda. Bular egasi kim ekan buni? Ona bola emas bular menimcha. Sizdanmi? Ona bolami? Nech puldan ekan? 15 milliondan bo'ldi. 15 milliondan. Onların aykası. Aha. Necha litr suti bor? Necha litr suti bor? 4 litr suti bor. Bahosi 15 million. Bularchi, bular kimdan? Bunlar bizden. Nech puldan bular? 9 milyon so'm bo'ldi mana. 9 million so'm bo'ldi mana. 12,5 Narigisi 12,5 million ekan. Bozor nechi qildi aka bular? aldım mı? Ha, o'zingiz oldingiz. Qayerdansiz? Kattaqo'rg'ondanmi? Qashqadaryodan. Qashqadaryodanmisiz? Ha. Mana olingan narxlarni ko'rsatyapmiz aziz do'stlar. 15 million, 9 million, 12,5 million har xillaridan bor mana. Ko'rishingiz mumkin. Hozir mana bunisini labi YouTube'da aka. Kim deb yozsak bular? Shu Sayfullo TV deb yozasiz yo Pravda mol bozori desangiz chiqadi. Mayli aka. Sog' bo'ling. YouTube'da chiqarib Instagram var aka. YouTube'ga. Nech pul bo'ldi? Nima deb yozish kerak? Pravda mol bozor desangiz chiqadi. Nech pul bo'ldi? 200 kam 8. Ho'kizchami? Parodasi qanaqa buni? Joydori Paroda. Joydorimi? Shoxi yo'qligiga shunga bir so'radim-da. Ho'kizcha ekan mana. Mana aziz do'stlar, hozir bu yerda maydalaridan ko'pchilik kattalardan so'raydi. Kattalari tomon juda tiqilinch keng narxini to'g'ri aytmayapti-da odamlar. Nech pul bo'ldi bu? Ho'kiz nech pul bo'ldi? Novoscha. Nech pul bo'ldi aka? Vermaydi. Nech pul bo'ldi? 10 milyon 300. 10 million 300. 10 million 300 ming so'm bo'pti mana. Ataş. Mana aziz do'stlar, 10 million 300. Belka. Bozorda bitta mashinani qarshi bo'lgan. Bozorda kishilarga bozordagi kishlar. O'tibosizlardan. Mana hozir bular sotilgan. Champli aka nech puldan? 24,5 bu ikkalasi. Ikkalasi 24,5 ha? Sotilgan ha? Bittasi yo ikkovi ham novos ekan. Erkak, ikkovi ham 24,5 sotilibdi. Ikkovi ham erkak ekan. Sotilibdi. Mana sigirlar. Ona bola sigirlar mana. Hozir so'raymiz. Rahmatini ayt. Qaysi bir aka? Bumi? Olmaymi? Aha. Mana. Azobunachilar ko'rdilaringizmi? Olma deydi, boshqa deydi.
Bizga ham oson emas. Nechi pul bu? 15 milyon. Necha litr suti bor buni? 15 milyon. 15 milyon. Necha litr suti bor? Necha litr suti bor? Ha, 3 litr. 3 litr. Havoga qarash kerak. Bozor nechi qildi? Bozor 13,5 qilyapti. 13,5 bermadingiz. Bermadi. 13,5 bermadilar. Mana bu ham sigirimiz. Nechi pul ekan? Nechi pul ekan? 15 deyapsiz. Bolasi bormi? Yo'q. Sut beradimi? Yo'q, ha, ular qochgan. Tona. 15 deyaptilar. Bozor nechi qildi? Bozor har xil qilib yotibdi. Qo'ylar narxidan mana. Nechi puldan ekan? Halining suhbati bormi? Qani orqa bugun aytsangiz, bugun so'radingizmi? Narxini birov aytadimi? Chiqandingmi? Bozorda bo'laman. Narxini hech kim aytmayapti. Qaytdik hozir. Shu tashqaridan sotilganlardan harakat qilamiz. Nechi pul bo'lyapti? 3,5 deyapsiz? 3,5 deyaptilar ekan. Hozir mana ko'rsatib o'tamiz. Mana qo'ylar. O'tini ayt, menga bola qishloq tushib hali ko'kka chiqqan emas, beradi. Nechi puldan bo'ldi? Kamli shu? 12. 12 ming, 12 milyon. Mana aziz do'stlar. Mana hozir bozor oxirida chiqdik. Endi so'raymiz mana sotilganlar. 28. Nechi puldan bo'ldi? 28 danmi? 2 milyon 800 mingdan Moshina yo'qmi o'zimizga? bo'ldi. Qo'ylar mana. Ha, boshqa bola. Aka nechi pul bo'ldi? Qizilbosh. Ha? 33. Qo'shqormi? Hali ko'rganingiz yo'q. Hali ko'rganim. 33. Gap yo'q lekin. Sotib olgan qo'shqorligini bilmaydi o'zi. Gap yo'q.